Xullas bilan o'rtog'im bor. O'shani tanishtirib o'qiymiz yana. O'zi yaxshi bola, zo'r bola. Unga yetasan. Mazax yashaysan. Nima? O'ylanma, hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas shunaqa bo'ldi. U sqirtda o'ynashi bor ekan. Men unga ishongandim. Hamma pullarimni olib ketib qoldi o'ynash bilan. O'g'limni ham olib qolishga harakat qildim. O'g'lim ham olib ketib qoldi. Yo'q. Meni hayotim shunaqa. Yaxshi Shuhratni o'ylamay, mayli. Meni bitta shartim bor. Xo'p. U bilan qonuniy ajrashishingiz kerak. Men ko'chada qolmayman-ku. U tomonini o'ylamang. U bilan zaksimiz yo'q. Propiskada ham yo'q. Uy o'zim nomimda. Uy o'zingiz nomingizmi? O'zim nomimda. Yana bitta shartim bor. Hamma qizlar gelik so'raydi-ku. Men uy so'rayman. Rozi bo'lsangiz turmushga chiqaman. Roziman, ne rozi bo'lmayman. Kelajakda sizga gelikka ham olib beraman. Rostdan. Voy, rahmat. Ertaga o'tnog'ingizga o'tkazib beraman. Xo'p. Unga yetasan. Nima? O'ylanma, hammasi yaxshi bo'ladi. Hisob qilish. Firdavs bolam. Yaxshi turibsan? Ha, Zerikmading? zerikdim. Nega kayfiyating yo'q? Oyi, Labay. mana endi ishlasam bo'ladi. Men mo'rs sotaman. Yo'q, nega? Sen o'qishing kerak. Sen yaxshi pul topishing uchun yaxshi o'qishing kerak. Lekin oyi, sinfdoshlarim bu yerda yashayotganimizda bilsa ustimizdan kulishadi. Ozgina sabr qilsang, hammasi zo'r bo'ladi. Keyin sen yaxshi o'qiysan va yaxshi joyga ko'chamiz va o'zimiz uchun yaxshi uyimiz bo'ladi, uy sotib olamiz. Sen hozir faqat yaxshi o'qishing kerak. Ha? Xo'p.